Birinchi so'z qobartma. Belir. Senek. Şen. Nechak? Pishan. Pishan deydimi? Iya. Fikr, Uy. Uy. quyma Hopqa. Qopqa. ham urdak. Soray. Saray. Saray. Begaybat. Vazmin Bizgina bizning o'yinimiz. Leyla endi shundoq tez aytib bordi. So'zni eshituvga shundoq hop shalt aytib bordi, yaraymi? Demak, boshladik. Birinchi so'z qobartma. Pish. Pish ul balish deydi. Ikkinchi so'z sanak. Pishan. Keldi. 2 kishilik chaqiruv bileti endi Leylaning kissasida. Uchinchi so'z fikr. Uy. Munsida to'g'ri keldi. Quyma. Quyma. Avul. Qopqa. Qopqa tubi. Ayi. Ham so'nggisi urdak. Babka. Saray deydi. Bizning 2 so'z to'g'ri keldi. Ham biz Leylani shin ko'ngildan qutlaymiz. Leyla, kimlarga salomlar yo'llaymiz?